Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda birmuncha yaxshi mavzularda gaplashib o'tamiz. Eng birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, hozirda juda ko'p kanallarda monetizatsiya o'chib qolyapti. 2-3 kunlikda yana shu voqea qayta takrorlandi. O'zimizni tanishna bittasida sodir bo'ldi. Ya'ni 4 ta kanali bor edi. 4 talasi ham monetizatsiyaga ulangan, ishlab turgan kanallardan edi. Lekin afsuski hammasi birdaniga o'chirib qoldi monetizatsiyasi. Mana shunaqa holatlarga tushmaslik uchun ehtiyot bo'linglar. Misol uchun mana bitta video bir kanalga yukladingizmi? Keyingi kanalga ham yuklab tashavergan u tanishimiz. Salgina o'sha obloshkasini almashtirib yuklayvergan. Video bir xil 100%. Faqat obloshka almashgan, boshqa joylari bir xil. Mana shu xatoni qilmanglar. Agar sizda bir xil videoni bir nechta kanalga yuklab pul topayotgan bo'lsangiz, ma'lum vaqt topib turasiz. O'sha topgan pulingiz ham tatimaydi keyin. Ya'ni, u ham monetizatsiya ham o'chib qoladi, keyin apellyatsiya bersangiz ham u ham qaytadan yonmaydi. Yongan bilan ham nima bo'lmaydi? O'sha apellyatsiya yuborgan bilan ham monetizatsiya qaytib berilmaydi sizga. Mana shunaqa muammolar ko'p bo'ladi. Chunki sizda ularga asosli javob bor. Ya'ni videolarni qayta birinchi kanalga yuklangan. Video birinchi yuklangan kanal original hisoblanadi. Qolgan kanallarni hammasini o'chirib tashlash kerak. Bo'lmaganda juda o'chirmasangiz ham eng kamida o'sha ограничение dostуп qilib yopib qo'yish kerak bo'ladi. Ochish mumkin emas umuman. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak mana shu narsalarga. Yana bitta bo'layotgan xatolardan ko'pchiligi bu tayyor videolardan olib 10-15 qismini o'zgartirib, 10-15% qismini o'zgartirib, o'zini kanaliga yuklab o'sha kanalni yurgizish. Ya'ni boshqa zo'r ketayotgan yo'nalishlarni kanalni bitta olib oladi, 3-4 ta kanalni, o'sha kanallardan video olib, u yoq bu yog'ini kesib 2-3 ta videodan bitta qilib yoki bo'lmasa ranglarni o'zgartirib, boshqa qilib turib, obloshkani o'zi tayyorlab yuklayapti-da, pul ishlash maqsadida mana shu ishlar qilinyapti, lekin afsuski pul ham ishlanyapti, to'g'ri, boshida monetizatsiya berish ham mumkin, sizga YouTube chalg'ib, har doim bu yerda odam tekshirmaydi, botlar tekshiradi. Botlardan o'tish imkoniyati bor, ammo oxirida borib nima qiladi, sizda muammo qiladi. Ancha pul yig'ib qo'yasiz, misol uchun $1000, $1,500 yig'ishingiz mumkin, bundan ham ko'p yig'ishingiz mumkin. Lekin ola olmaysiz, monetizatsiya o'chib qoladi, siz yuborasiz, apellyatsiya javob bermaydi, ishlagan pullaring kuyib ketdi deydi. Hech narsa qila olmaysiz. O'shaning uchun hafsala pir bo'lmasligi uchun to'g'ri yo'lda borish kerak bo'ladi. Bunaqa birovni videolardan olib, kesib, boshqa qilib ishlamaslik kerak. Yaxshi bitta o'zingiz yo'nalish topib, o'sha yo'nalish bo'yicha ishlab, yaxshi daromad qilishni nima qilamiz? Hammaga tavsiya qilamiz. Hozirda monetizatsiyaga tekshiruvlar juda yuqori. YouTube bo'yicha ishlash ancha hozir qiyinlashgan. O'shaning uchun juda ham yanada ehtiyotkor bo'lib, yanada nima deymiz, o'sha himoyada bo'lib turib ishlash tavsiya qilinadi. Aytmoqchi bo'lganim, birinchi tavsiya bu: bitta videoni boshqa kanallarga yuklamang, monetizatsiya o'chib qoladi, hammasida o'chib qoladi. Ikkinchisi, boshqalarning videolaridan olib, bularga aniq qilmang. Masalan, o'zingizni kanalingizga yurgizib pul topaman deb harakat qilmang, chunki bu yaxshi ish emas va bu birovning ishi. Gapni cho'zib o'tirmaymiz, asosiy mana shu tartib bilan, mana shu rejim bilan boradigan bo'lsangiz, albatta o'zingiz yo'nalish qiladigan bo'lsangiz, yaxshi natijalarga erishishni imkoniyati bor. Demak, hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz mana shular edi. Kimgadir ozgina foyda teggan bo'lsa, albatta mamnunmiz. Katta rahmat.